Biz bugünkü Hızır aleyhisselamның qıssa orqali Allah Taala nima uchun bu zulmlarni to'smaydi? Nima uchun shuncha ko'p insonlar turmaga tashlanib jazolandi? Afrikadagi kichik bolalar ochliqdan nimishqa o'ladi deganga o'xshagan qarmoqqa shafqatsiz, adolatsizlik uning sirini tushunish uchun bizning aqlimiz ojiz qiladigan nurg'unlagan savollarning javobini topamiz. Musa alayhissalom Isroil o'g'illari bilan Fir'avnning zulmidan qutulgandan keyin Musa alayhissalom ularga Allohning ne'matini eslatadi. Ya'ni Allah Taala ularni Fir'avnning zulmidan qutuldirib, yaxshi kunga erishtirganligi uchun Allohga shukr qilishga buyuradi. İsrail oğullarımı Musa aleyhisselam etqandek Allah'a minnetdarlık bildirip Allah'a şükür qiladi ve Allah'ın buyruqlariga bo'ysunib cheklimelerden yanadi. Biz Musa aleyhisselamның qissasi deb o'tganimizdek Musa aleyhisselam Fir'avnning qasrida alohida tarbiya oladi ve Qur'onga yetgan vaqtida Allah Taala uningga ilm ve hikmet ato qiladi. Shuning uchun Musa aleyhisselamның so'zlari nihoyat qoyil qilarlik ve fasohatlik edi. Qavmi uning gaplariga nihoyat qoyil bo'ladi. Bir kuni Musa aleyhisselam xalqiga vaz-nasihat qilib bo'lgandan keyin İsroil o'g'illaridan bir odam o'rnidan turib, "Ey Musa, sendinmi olim birasi bormi?" deb so'raydi. Musa aleyhisselam "Yo'q" deb javob beradi. Shu vaqtda Jibril aleyhisselam Musa aleyhisselamning qishig'iga kelib, Allah Taolaning uning bu javobiga qayg'anligini aytadi ve uningdanmi olim bir kishining borligini aytadi. Musa aleyhisselam u odamning nima ekanligini so'raydi. Allah Taala Musa aleyhisselamga vahiy qilib, "O odam ikki dengiz kesishgan o'rinda. Agar sen o adamni tapmoqchi bo'lsang, o'lik biliqdan birini sivatga silib birga elib ol. U odam bor joyda o'lik biliqqa jon kirib sakraydi" deydi. Musa aleyhisselam Allah'ın ko'rsatmasiga asosan Yusha ibn Nun degan bir yosh yigitni o'zi bilan birga hamroh qilib, o'lik biliqdan birini sivatga silib bu safarga otlanadi. Musa aleyhisselam o odamdan ilm olishni shundoq orzu qildiki, bir necha kun emas, bir qancha oy yo'l mengib bo'lsa-mu, chuqum o odamni tepishga iroda bog'laydi. Va Musa aleyhisselam birga elib mangan yoshqa biliqqa jon kirgan hamon man xabar qilg'in deb jikilaydi. Yigitmi ma'qul bo'ladi. Ular safarni davom qiladi. Allah Taala xabar bergan ikki dengizning kesishgan o'rniga yiqilib qoladi. Musa aleyhisselam nihoyat charchab ketib, dengiz sahil bo'yidagi cho'ng bir quram tashning qishiga kelib, bu yerda ozroq orom olib mangayli deb o'ltiradi. Musa aleyhisselam harg'inliqda uyquga ketadi. Dengizning to'lqinlaridan suvning kirib chiqishi bilan sivatning ichiga suv kirib chiqib, biliqqa jon kiradi va biliq sakrigunicha dengizga kirib ketadi. Musa aleyhisselamning xizmatchisi bu ahvolni Musa aleyhisselamga xabar qilmoqchi bo'ladi-yu, ammo Musa aleyhisselamning uyqusini buzmaslik uchun uyg'ongan vaqtida deb kechiktiradi. Musa aleyhisselam o'rnidan turadi, ular safarga davom qiladi. Yigit Musa aleyhisselamga biliqqa jon kirib, dengizga kirib ketganligini aytishni unutib qoladi. Musa aleyhisselamning qursi qachib, yigitga yemeklikni akagin tomoq yeb mangayli deydi. Yigit tomoqni akalish uchun sivatga qarg'udak bo'lsa, biliqning sakrab dengiz kirib ketganligini esiga oladi-da, Musa aleyhisselamning qishiga darhol berib, "Biz armag'an joyda biliqqa jon kirib, dengizga kirib ketdi" deydi. Musa aleyhisselam "Zalika ma kunna nabghi." Biz izlagan joy dal shu yer deb izi bo'yicha kenig yanadi va dengiz bo'yidagi cho'ng quram tashning qishiga keladi. Qarg'udak bo'lsa, qilin kiyim bilan yo'ginib olgan bir odamni ko'radi. O Hızır aleyhisselam edi. Allah Taala Musa aleyhisselamga uning ilmining qanchalik ekanligini bildirish uchun Hızır aleyhisselamga o'zining g'ayb ilmidan ozroq o'rgatgan edi. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan "Allah sizga o'rgatgan ilmdan menga o'rgatib qo'yishingiz uchun sizga hamroh bo'laymi, siz bilan suhbatdosh bo'laymi?" deb so'raydi. Hızır aleyhisselam "Sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilolmaysan" deydi. Musa aleyhisselam "Allah xolisi men sabr qila olayman, deganlaringizga xiloflik qilmayman" deydi. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamga "Agar sen men bilan birga mangmoqchi bo'lsang, men uning sababini so'zlab pamiguncha yuz bergan ishlarning sababini mendan so'maysan" deb shart qiladi. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamning bu shartini qabul qiladi. Shunday qilib Musa aleyhisselam bilan Hızır aleyhisselam yo'lga chiqadi. Ular bir kemiga minadi. Kemida o'ltirayotgan vaqtida kemining bir tarafiga bir qush qo'nib dengizdan suv ichadi. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamga "Sening va mening ilmim Allohning ilmiga solishtirgan vaqtida dengizdan qushning ichgan suychilikmi emas" deydi. Ular qirg'oqqa yaqinlab qolgan vaqtida Hızır aleyhisselam kemining bir tal shelni sug'urib etadi. Musa aleyhisselam bundan hayron qilib, "Bu kemi egalari bizni haqsiz silib olgan tusa, sen yaxshilikni yomonlik qilib, ularga ziyonkashlik qilamsan" deydi. Hızır aleyhisselam "Men demidimmi, sen sabr qilolmaysan" deydi. Musa aleyhisselam bergan ahdisini buzganligini unutib, "Bu qatim menga o'zir bergan, ikkinchi qatim men ishlarning sababini sendan so'mayman" deydi. Ular qirg'oqqa saq salomat chiqib olgandan keyin yo'lni davom qiladi. Ular yo'lda bir balni uchirdi. Hızır aleyhisselam o balni o'ldirdi. Musa aleyhisselam yana hayron qilib, "Sen bir qabih ishni qilding" deydi. Hızır aleyhisselam "Men demidimmi, sen sabr qilolmaysan" deydi. Musa aleyhisselam bergan ahdisini buzganligini esiga kelib, "Agar bundan keyin sening qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmagin" deb oxirgi mohlatni so'raydi. Ular bir shaharga yetib keladi. Ularning osh uzuqi tugagan bo'lib, ular bu shahar ahlidan mehmon qilishni, ya'ni tomoq so'raydi. Bu shahar aholisi nihoyat bexil kishilar bo'lib, Musa aleyhisselam bilan Hızır aleyhisselamni mehmon qilishni rad qiladi.
Ular shahar aylanib bir yiqilib tushay deb qolgan bir tomning qishig'iga keladi. Xizr alayhissalom yanglarini turib, bu yiqilib tushay deb qolgan tomni ruslab o'ngshab qo'ydi. Musa alayhissalom yana hayron qilib, "Sen bu yiqilib tushay degan tomni o'ngshab qo'yding. Sen buningga haq talab qilgan bo'lsang bo'ladi emasmi?" deydi. Shuningdan Xizr alayhissalom oxirgi muhlaning to'shqanligini aytib, "Hada firaqu bayni va baynik." Endi bizning ayrılgan vaqtimiz keldi. Vaqting to'shdi deb yuqorqi ishlarning sabablarining hammani birma-bir bayon qilib berdi. Xizr alayhissalom kemiga kelsak, u kema bir qancha kambag'allarning kemasi edi. Uning orqali tirikchilik qiladi. Oldida saq kemilarning hammasini bulab elib oldigan bir zolim podshoh bor edi. U podshoh kemining ayibli ekanligini ko'rib, bu kemiga cheqilmadi. O'ltirilgan balaga kelsak, u balaning ota-onasi nihoyat yaxshi, solih kishilar edi. Bu bala kofir yaratilganlikdan cho'ng bo'lgan vaqtda u kufrligini, gumrohligini ota-onasiga tengishdan qo'rqdi. Shuning uchun uni o'ltirib, uning o'rniga texmi aqlli, texmi yaxshi, texmi rahmatlik bir balani ato qilishni iroda qildi. O'ngshab qo'ygan tomga kelsak, u tom shahar ichidagi ikki yetim balaning edi. U tomning ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Agar tom yiqilib tushsa, tomning ostidagi xazina eshilib qoladi-da, haqqi bo'lmagan kishilar u xazinani elib oladi. Alloh taolo u ikki balaning cho'ng bo'lganda xazinani chiqarib olishni iroda qildi-da, meni tomni o'ngshab qo'yishga buyurdi. Men yuqorqi ishlarning hammasini o'z xohishim bo'yicha emas, Allohning buyrug'i bilan qildim dedi. Va bu orqali Musa alayhissalomning aqli yetilmagan ishlarning sirlarini yeshib berdi. Yuqorqi Xizr alayhissalomning qissasida biz elishga tegishli nihoyat muhim darslar bor. U bo'lsa-mu, birinchisi har bir insonning qalbida men deydigan bir but bor. Bu but insonni azroq qilgan ishlari, azroq bilgan narsa bilan men bilaman, men qildim deb o'ziga ishonishga va o'zining hammani bildiganlikka ittiradi. Alloh taolo Musa alayhissalomga eng olim kishi men deganlik uchun qoydi. Chunki undan olimroq kishi bor edi. Shunga inson har bir ishda o'zini eng olim, eng qobiliyatli deb qaramaslik kerak. Agar kimning olim ekanligini bilmasa, Allohning eng olim ekanligini esiga elish kerak ekanligini o'rgatadi. Bu voqelik Xizr alayhissalom dunyoda yuz berayotgan baloy ofatlar, jafo mushaqqatlar, musibatlar, kichik bolalarning o'ltirilishi, qonxo'r zolim tajovuzchilarning hukmron bo'lishidan iborat bu hadislarning sirni izlaguvchilarga bu hadislarning ilohiy sirlarini bayon qilib beradigan Allohning ilmiga, ya'ni g'aybga vakillik qiladi. Musa alayhissalom bo'lsa, bu ishlarning, bu hadislarning sirni bilishga oldiraydigan bizning aqlimizga vakillik qiladi. Masalan, dunyoda bizni azoblaydigan qarmoqqa rahimsizlik, adolatsizlik va shafqatsizlikdek nurg'ulg'an ishlar yuz beradi. Xuddi Xizr alayhissalomning kichik bolani o'ltirib yotganiga o'xshash, kiyimini tishib yotganiga o'xshash. Bizning aqlimiz bo'lsa, Musa alayhissalomga o'xshash ishlarning ko'rinishiga qarab, nima uchun bundoq bo'ladi, nima uchun unda qolmaydi deb oldirab ketadi. Aslida biz musulmon bo'lgan ekanmiz, ya'ni o'zini Allohga topshirgan kishilar bo'lgan ekanmiz. Har bir ishlarda Allohning bir hikmati bor, Allohning bir yaxshiligi bor deb Allohga yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak edi. Chunki biz insonlar ishning oldi yuzini bilamiz, uning keyinini bilmaymiz. Biz kelgan musibatlar tufayli qandoq yomonliklarning qaytarilganligini yoki u musibatlar tufayli bizning qandoq yaxshilikka erishganligimizni biz bilmaymiz. Agar Alloh taolo insondan g'ayb pardasini ko'tarib etsa edi, insonlar keladigan musibat tufayli erishadigan mukofotini yoki erishadigan yaxshilikni ko'ratdi-da, balki Alloh taolodan shu musibatning kelishini yolvorib tilagan bo'ladi. Masalan, siz bir taqvodor tijoratchi yoki taqvodor bir musulmon. Sizga bir musibat kelsa, siz inson bo'lasiz tutingiz bilan, men Allohning degan ishini hammani qilsam, tijoratchi bo'lsangiz, men ko'p xayr saxovat qilsam, Alloh taolo nima uchun menga bu musibatni soldigandi deb o'ylaysiz. Chunki bu aqlning talabi. Ammo siz u musibat orqali sizning qandoq yomonliklarning qaytarilganligini yoki siz u musibat orqali qandoq yaxshiliklarga erishadiganligingizni bilmaysiz. Shuning uchun agar sizga bir musibat kelsa yoki siz orzu qilgan ishdan birisi bo'lmasa, shuningga shaksiz ishingki, u ishda sizga yaxshilik yo'q. Agar Alloh taolo g'ayb pardasini hamma ishlarda ko'tarib yotgan bo'lsa, biz dunyoda bir sekundmi xotirjam yashamagan bo'lardik. Masalan, siz agar 1 yildan keladigan musibatning nima ekanligini bilsangiz, shu yilni qandoq o'tkazsiz? Agar siz 6 oydan keyin qo'lingizdan sunib ketadiganligini yoki bir hodisaga uchraydiganligini bilsangiz, shu 6 oy sizga qandoq o'tadi? U 6 oyning kechisini qandoq o'tkazsiz? Demak, Allohning bizga g'aybni bildirmaganligi, Allohning bizga qilgan cheksiz rahmati va bizning haqiqiy musulmonmi yoki emasmi? Ya'ni haqiqiy o'zini Allohga topshiramdi, yuz bergan ishlarda keyini bilmaydigan ishlarda Allah eng yaxshi bo'ladi deb rozimanlik ifodasini bildiramdi yoki bildirmamdi, buni bilish uchundir. Uchinchisi, kimining ma'lum tarafi tishib etilganligi uchun zolim podshohning bulang tanig'idan saqlanib qoladi. Qarmoqqa gunohsiz bola o'ltirildi, ammo Alloh taolo uning o'rniga uningdan aqlli, uningdan rahmatlik bir bola ato qiladi. Tam ostidagi boylik taqdir bilan boshqalar uchun saqlandi. Shuning uchun bizning aqlimiz bizni azoblaydigan hodisalardan savol so'ragan vaqtida bu savolning javobini Xizr alayhissalomning javobidan izlashimiz kerak.
Ya'ni bir ishda oldirab hukm qilmaslik, oldirab savol tashlamaslik kerak. Chunki yuz berayotgan ishlarning hammasi Alloh taolo tarafidan yuz beradi. Allohning xabari va Allohning uningda cho'qim bir hikmati bor. Bu nuqtani men esinglarda texim obdan bekitish uchun bu darsni qisqa bir hikoya bilan oxirlashtiraman. Ma'lum bir kentda bir dehqon yashaydigan bo'lib, u dehqonning nihoyat esil bir eti bor ekan. Podshoh u dehqondan uning etini sotib olish uchun nihoyat zo'r miqdorda pul tanlab, lekin bu dehqon etini sotishni rad qildi. Qo'shnilar uningga malomat qilib, "Hey, sen nimandaq ahmoq? Agar u pullarni olgan bo'lsang, necha avlod boyasha turmush kechirayotgan emasmi?" deb zang qilishibdi. Lekin bu odam "Oldirmanglar" debdi. Vaqtning o'tishiga ergishib, bu ot yo'qolib ketibdi. Qo'shnilar u odamga yana malomat qilib, "Hey, sen nimancha ahmoq? Sotgan bo'lsang, rahat parag'at yashaytding, endi etingmi yo'q, pulmi yo'q bo'ldi" debdi. Bu odam "Oldirmanglar, buningda bir hikmat bor" debdi. Bir qancha kun o'tgandan keyin bu ot bir qancha otlarni ergashtirib ketdi. Buni ko'rgan qo'shnilari "Sen rostli dono ekansan, buningda bir yaxshilik bor ekan" debdi. Bu odam "Yana aldirayotsizlar, buning bundoq aldirab baho bermanglar. Bu yaxshilikmi, yomonlikmi, texi Alloh biladi" debdi. Bu odamning bolasi yangi kelgan otlarni ko'ndirish uchun minibdi. Otdan birisi etib etib, bu odamning bolasini ig'ir yaralantiribdi. "Hey, sen rost deb ekansan. Zodi buningda yaxshilik yo'q ekan" deb. Bu odam "Sizlar yana aldirayotsizlar. Buningda yaxshilik bormi, yomonlik bormi sizlar bilmaysizlar. Buni Alloh bildi. Oldirmanglar" deb. Bir qancha kun o'tgandan keyin bu davlatga sirtdan dushmanlar besib kiribdi. Podshoh hamma yezilardan askar yig'ishga buyruq tushiribdi. Askarlar bu yeziga askar yig'ish uchun kelib, bu odamning bolasining yardar ekanligini ko'rib, bolasini askarlikka olmay yenib ketibdi. Qo'shnilari "Sen rostli dono ekansan. Bu balang yana saqlanib qoldi. Bu yaralanishda chuqur bir yaxshilik bor ekan" deb. Bu odam "Yana oldirmanglar" deb. Urush qatnashgan askarlar urushda g'alaba qilib, har bir askarga nurg'unlagan g'animatlar tegib qaytib ketdi. Qo'shnilari "Hey, zodi bu balangni qilib qilishda aslida yaxshilik yo'q ekan" deb. Bu odam "Yana sizlar oldirmanglar" deb. Demak, bu hikoyani biz yana qanchalik uzarsak uzarta olamiz. Demak, bu hikoyada bizning oldig'imiz dunyoda yuz bergan ishlarga hukm berishga oldirmanglar. Har bir ishda bir hikmat bor. Sizlar yaxshi deb qaragan ish yomon bo'lishi mumkin, yomon deb qaragan ish yaxshi bo'lishi mumkin. Shuning uchun atrofimizda yuz berayotgan bizni azoblaydigan ishlarga qarata, "Qani Alloh adolatsiz ekan, shafqatsiz ekan" degan bu savolga oldirmaslik lozim. Yomon ishlarni yaxshi ish o'rishga Alloh taolo qodir. Shuning uchun Alloh taolo hadisi qudusiyda "Men bandamning gumonining yenida" deydi. Ya'ni yuz bergan ishlarga qarata bandam qanday gumonda bo'lsa, shu bo'yicha ishlarni o'rlashtirib beraman deydi. Ya'ni yuz bergan ishlarga qarata yaxshi gumonda bo'lsak, Alloh taolo u biz yomon deb qaragan ishni yaxshiga almashtirib beradi. Biz yomon deb gumon qilsak, u ishni Alloh taolo balkim yomonga o'zgartirib berishi mumkin. Shuning uchun har bir ishda Allohga to'g'ri qarashda bo'laylik.